La 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 la. Yo, what's up bolalar, sizlar bilan man Kompot va yangi videoimga xush kelibsizlar. Xo'p, sizlar deb rasmni sindirib qo'ydim. Mana nima qilyapman deb so'rashingiz mumkin. Men o'zimni yangi videoimda izumrudni remont qildim. Ha, emeralddan remont qildim. Mana ko'rishingiz mumkin. Hamma yaxshi, takoy chiroyli, divorlarni bo'ladim, plus mayda chuda mana shunaqa ko'lla narsalar olib keldim. Atak uyim ja bo'sh ko'rinyapti. O'shuncha xullas polnotsенный remont qilib yubordim obunachilar. Xullas nimaga unaqa ko'zni yediradigan bilmayman, zerikib ketdim. Oddiy uyda yashaverib borib вообще zerikib ketdim. Shunaqa ko'zni yevoradigan remont qilib va mana lekin judayam ajoyib va izumrud qildim. Magazinga borib mayda chudalarni olib kelib hamma yoqda qo'ydim. Mana yangi noutbuk ham oldim. Obunachilar qaranglar qanaqa u ajoyib, ha, ajoyib. Yangi judayam kuchli noutbuk. Bir ikkita mayda chudani qolib ketibdi. Bu Mac'ga qo'yiladi. Xo'p, buni esa mana shu yerga qo'yaveramiz. Ha, nimaga bunaqa ko'p gul dishlaring mumkin? Men ham bilmayman. Gul ko'p bo'lmaydi, obunachilar tagida yetib ortadi. Просто gul ko'p bo'lsa allaqanday настроение ham oshadi. Endi gul bo'lmasa endi zerikib qolasizlar. Bunisi aniq. Meniki endi izumrud emerald ilishimiz kerak. Menitga ham emerald ilib qo'yamiz obunachilar. Yo, WhatsApp bo'ldi 100% menimcha tayyor. Lekin nimaga men bu yerga parda qo'yib qo'yganman deyishlaring mumkin. Men 13-qishloqda yashayman. Ha, kim bilan? Albatta, jitellar orasida va ular nima qilishadi? To'g'ri, judayam emeraldni yaxshi ko'rishadi. Agarda bilib qolishsa, meni uyimga hammasi kelib oladi-da, meni miyalashadi. Так что izumrudni cho'ntaklariga solib, butunlay uyimni o'marib ketishmagunigacha. Salom qishloqi. Ha, salom Kompot. Nima bo'ldi? Yo, nima kelding? Ha, salom Kompot. Просто shu aylanib keldim. Nima ishlar qara ketdi? Nima bunaqa g'alati ro'zini tutyapsanmi? Bilmayman, sal g'alatiroqsan-da. Ha, yur. Men bilan hamma yaxshi. Sen men bilan olishma. Men ajoyibman, Shanur. U senga shunaqa tuyulyapti. Yo, Kompot jicha g'alatiroq turyapti-da, to'g'risi bor-u, to'g'risi jicha g'alati tuyulyapti. Yo, nimadir bo'ldimi? Yo, qishloqi, sen kettur. Hech narsa bo'lgani yo'q. Hech narsa. Просто shu ishlarim bor edi va uyimda ham o'tirib tura olmayman. Bo'pti. Xullas, peshina qulflaymiz. Bo'ldi obunachilar. Qutuldim. Bu vashshe xavfli yomon bir tomondan ketdimi? Ha, ketdi. Xudoga shukr, ketganiga yonma-yon. Endi mana shu yerni oynalarni ochib ko'ramiz. Yo, qishloqi. Kompot nima izumruddan? Yo, sen adashding qishloqi. Obunachilar bilib qolishyapti. Meni uyim emeraldda remont bo'lgani uchun tezda qulfni olamiz-da. Yo-mayo. Kompot. Ha. Eshitdingmi, seni uyni emeraldda, anaroq izumrudda remont bo'pti. Bizni uyga ol. Iltimos deyapsizlar. Xo'p. Mayli. O'ylab ko'raman, lekin iltimos obunachilar, mana hech qanaqa remont yo'q. Obunachilar deyman, jitellar. Iltimos ketinglar. Yomma-yo, qochdi. Men narsa olishim kerak. Mana skladdan topib kelgan bor narsalarni. Hech narsa bo'lmaydi obunachilar. Hozir shunday qo'yib olamiz-da. Hozir bularga ko'rsatib qo'yaman. Ha, yaxshi narsalar yo'q albatta. Reshotkalar menda oyna uchun yo'q, zato. Yo'q, qoldinglar. Hali ham ketmadilaringmi? Ketinglar. Qochinglar. Men sizlardan kutmoqdim, ishimni buzishga harakat qilayotganlaringni. Qishloqlar sal bet bo'lish kerak. Yo'q, Kompot, biz buzmoqchi emas edik. Uzr, kechir. Agarda kimdir kirsa, otib o'ldirib tashlayman. Mana bu yerda to'la kamera bor. Hammalaring javob berasizlarmi? Bilib qo'yinglar. Tushunlaringmi? Ha, bo'ldi. Kompot, kechir, iltimos, lekin mana olqicha bitta o'zimda biz ikkovimiz yashaymiz, maza qilib. Men zo'r pitsa pishirishni bilaman. Bor yo'qal. Hop. Jalka, Kompot meni
kirgizmadi. Va har kuni ertalab unga shirmoy pishirardim. Kimdir shirmoy non dedimi? Sen shirmoy non pishirishni bilasanmi? Ha, aman esa borsh pishirishni bilaman. Borsh shirin. Aman esa vashi nima buzilsa hamma yo'g'ingni tuzatib beralaman, Kompot. Bizni hammamizni uyga ol, iltimos. Hop. Yo'q, qaranglar, men faqat bitta qishloqni kiritalaman va uyam bo'lishi o'zlari qayerga ketishdi? Bo'pti, menimcha ketib bo'lishdi shekilli. Hop, rosa charchadim va uxlab olsam yaxshi bo'lardi. Mana shu kameralarni ham qo'yib qo'yamiz va menimcha shu yetadi. Hop, ovozim ham buzilib ketdi bular bilan gaplashaverganimdan. Yo. Hop. Mayli bolalar, nimadir haqida yana qishloqlar keldi shekilli-da. Kompot, mana shu oq qishloq kiradi, oq qishloqi. Ha, oq qishloq ham yomon variant emas. Yo, oq qishloqqa kiradigan bo'ldingmi? Yo, men kiryapman. Qanaqa sizlar kiryapsizlar obunachilar? Zritellar minchasizlar obunachilar dedim. O'zing aytding shekilli, Kompot, bizni kirgizasan deb. Yo'q. Nima bu? Qayerdan buncha narsa? Yonma-yoq hamma o'zini narsalarni olib kelib oldimi uylaringdan? Jinni masalasizlar? Yo, nima bo'ldilaring? Meni uyimga sig'moqchimisizlar? Bo'g'ti sig'asizlar. Buncha narsalar bilan siz katta qolingizga ham hech qaysini sig'maydi. Voy, Kompot, iltimos, unaqa qilma. Bitta 10 ta sodog'u 20 ta pechka bor xolos. Va o'sha uyga sig'maydi deb o'ylayapsanmi? Qizg'onchiq. O'zingizlar, men hech qanaqa qizg'onchiq emasman. Iltimos, meni tinch qo'yinglar. Men tushunaman, hammalaring juda ham yashaging kelyapti, lekin men hech kimni men uyimga yo'qolishsin obunachilar. Men uxlayman. Men charchadim va hamma yo'lni yopdim. Bo'ldi, ajoyib. Sekin uxlab olsam ham bo'ladi. Remontni olmosdan yo oltindan qilsam bo'lmasmidi? Qaysi kallam bilan emeralddan qildim? Ha, mayli. Bitta yashash ham qiyin, mayli. Sekin hamma yo'g'imni qo'yib qo'yaman-da. Keyin pushka qolaversa, mayli. Qo'rqinchli ular vashi. Obunachilar, men uxladim. Yo'q. Kompot, ishlar qanday? Kompot turdi, bola, Kompot turdi. Qanaqa Kompot? Nima bo'lyapti bu yerda? Nima qildilaring? Yo'q, Kompot, faqat bizni so'kma. Eshikni ochib qoldirgan ekansan. Biz kirib hamma yo'g'imizni ko'chirib oldik. Chiqinglar, qani, bistri chiqinglar, hammalaring. Yo'qolinglar. Yo'q, hozir o'sha masalada. Sen ipiloslardi menga nima kerak, menga bilasizlarmi? Xo'p, menga yo'q ekan, yo kirka, yo bolta bo'lganda edi, mana shu sindirib tashardim, bo'ldi. Chiq. Yo'q, qo'limdan ham sindiraveraman. Yo'q, hali ipilos bilan kiravat. Qanisalar? Hammani otib tashlayman. Shunaqa bo'ladi. Yo'q, obunachilar. Bular bilan nimadir qilish kerak. Xo'p. Shuncha narsasini olib kirib olibdi. Yo'q, hammasini endi batdan olib chiqib tashlayman. Olinglar, yo'qolinglar, kerak emas bular. Hech qanaqa meni uyimga tiqilishni hojati yo'q. Bilosizlar, yo'q, bunachilar. 1 soatga uxladim xolos. 1 soatga va ular tekis kirib olishibdi. Lazerlar qo'yish kerakmikan, yollavami? Yo'q, balkim aqlliroq harakat qilarmiz. Yo'q, qaranglar, mana izumrud remontimdan hech narsa qolmadi. Rostdan Kompot, nima qilding? Ataylab qilaverdinglar, lekin juda ham chiroyli remont edi, Kompot. Hammamiz seni uyda yashamoqchi edik. Endi cho'ta yashagisam kelmayapti odamda. Ha, to'ppa-to'g'ri qilasizlar. Men aytaman, men uni qishloq shaharga axlatxonaga tashlab yubordim. Ketib olishdi-yu. Ha, bo'pti. Obunachilar, bu albatta yaxshi. Ularni yo'qotishdi. O'xshatdim va lekin sizlar rostdan ham meni olib tashlaydi deb o'yladinglarmi? Albatta yo'q. Chunki men shunday qilib bekitib oldim. Ha, obunachilar, shunday qilib bekitdim. Bu ajoyib. Mayli.
Mayli, bu judayam yaxshi obunachilar. Xo'p, endi biza ketishgandan keyin maza qilib yechib olamiz va remontini qaytaramiz, kravatlarni joyiga qo'yamiz, akvariumlarni olib kiramiz va hamma yoqni boshqatdan qilib yuboramiz. Asli video